O'zbekistonda may oyida ob-havo qanday bo'ladi? Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizga mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet joriy yilning may oyida kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, O'zbekiston hududi bo'yicha may oyi birinchi 10 kunlikning katta qismida asosan juda iliq va quruq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Kunduz kunlari havo harorati 1-2 mayda 28-30 daraja isiydi. 3-dan 7-mayga qadar 34-37 daraja ko'tariladi. 1-2 may kunlari Farg'ona vodiysi viloyatlarining ba'zi joylarida qisqa muddatli momaqaldiroqli yomg'ir bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Respublikaning qolgan hududlarida 1-dan 7-may kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 1-10 kunlikning oxirida havo harorati pasayadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Keyinchalik may oyining oxiriga harorat kechalari 17-22 daraja, 10-15 daraja, kunduz kunlari 32-37 daraja, 25-30 daraja o'zgarib turadi. 2 va 3-10 kunlikning ayrim kunlarida respublika bo'yicha ba'zi joylarda qisqa muddatli momaqaldiroqli yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda jala xususiyatiga ega bo'lgan mahalliy yomg'ir yog'adi. Hatto bir shahar doirasida ham may oyi yomg'irlari bir hududda kuchli yomg'ir yog'ishi va shaharning boshqa chekkasida esa u deyarli sezilmasligi mumkin. O'rtacha oylik harorati iqlimiy me'yor atrofida ba'zi joylarda undan 1-2 daraja yuqori bo'lishi kutilmoqda, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.